Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Uzr, hujjatlar bor edi-da, shunga ozgina mashg'ulman. Gapiravering, nima gap? Men obodonlashtirish masalasida kelgandim, hokim buva. Xo'p. Obodonlashtirish masalasida nima qilish kerak? Ishxonamizga 100 tup chinor, 100 tup archa kerak. Chinor bilan archa deysizmi? Ha. Bir mevali daraxt eksangiz bo'lmaydimi? Chinor, archa bu narxi ham falon pul. Mevali daraxt eking, bola chaqa o'ynab yurib o'sha yerda bir mevasidan yeydi. Hokim buva, u yerda bola chaqalar yurmaydi-da. Bola chaqa yurmaydi? Ha. Keyin bizga u mevali daraxt kerak emas. Soya salqin beradigan katta daraxtlar kerak. Ertaga o'zingizdan borsangiz, ortingizdan tumonat odam keladi. O'sha yerda soya salqinda haqqingizga yaxshi gaplar aytiladi. Nima, siz sanatoriya quryapsizlarmi? Sanatoriya deganmi? Ha. U yerlar sanatoriyadan ham tinch, osuda. U yerda g'amiz qolmaydi, tashvish qolmaydi, kasalliklar qolmaydi. Bunaqa zo'r joy bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi-da. Albatta boramizda, albatta yordam beramizda. Alo, va alaykum assalom. Rahmat. Nodirjon, hozir bir akam boradilar oldingizga, Mo'ylovli akam. Nechta dedingiz? 100 tup chinor, 100 tup archa. 100 tup chinor bilan 100 tup archa ko'chatib berib yuboring shu akamga. Bir ajoyib joylari bor ekan. Akam bir oromgohdan ham, sanatoriyadan ham yaxshi deyaptilar. Borsangiz g'amingiz qolmaydi, dardingiz qolmaydi. Xullas bir tinch, orom oladigan joy ekan. Ya albatta sizni ham olib boraman, birga boramiz. Xo'p. Baraka toping. Rahmat. Ana, bo'ldi? Masala hal bo'ldi. Rahmat hokim. Nodirjonga uchrashasiz. Sizga berib yuboradi ko'chatlarni. Rahmat hokim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Shoshmang. Bu ishxonangizni aytmadingiz? Ha, men qabristonda go'rkovman.